Navbatdagi lavhada suvga oid masala ko'tariladi, ammo bu safar boshqa tomondan qaraymiz. Ma'lumki, ichimlik suvi hayot manbai, biroq ayrimlar uchun bu shunchaki foydalanish emas, balki foydalanib qolish obyekti bo'lib qolayotgani achinarli albatta. Qonuniy yo'llarni chetlab, noqonuniy ulanishga o'tgan fuqarolar tizimga qanday zarar yetkazmoqda? Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan reydlar bu boradagi muammoni yana bir bor o'rtaga chiqardi. Biz suvning hayot uchun naqadar muhim ekanini ko'p gapiramiz, ammo undan noto'g'ri foydalanish, ayniqsa noqonuniy ulanishlar muammosi haqida kam o'ylaymiz. Birinchi manzilimiz Yashnobod tumanida joylashgan xonadonlardan biri bo'ldi. Bu yerda ichimlik suviga noqonuniy ulanish holati aniqlandi, biroq xonadon egasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mahalla raisining aytishicha, uy egasi chet elda, xonadonda esa ijarachilar yashab kelmoqda. Chet elga ketib uylarini ijaraga topshirgan bu fuqarolar qonuniy mas'uliyatdan ham chetda bo'lishni rejalashtirgan ko'rinadi. Ma'muriy javobgarlikka 163.1 moddasi bo'yicha rasmiylashtiriladi. Bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravaridan 15 baravarigacha rasmiylashtiriladi. Tarmoqdan uziladi. Qachonki hujjatlarni rasmiylashtirib qonuniy qilingandan keyin ruxsat beriladi ulanishga. Keyingi manzilimiz esa Yangi Hayot tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish binosi bo'ldi. Bu yerda ham noqonuniy ulanish holati aniqlandi. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi uddabiron fuqarolar qonuniy yo'lni murakkab deb bilib, tizimni aylanib o'tishning oson yo'lini tanlashgan. 2 marta o'chirildi o'zi. Kelib yana ulandi. 1 marta o'chirganimizda kelib yana ulab olishdi. Undan keyin yana 1 marta kelib o'chiring. 2 marta o'chirilgan. Kesib ketgansizlar, bular yana shlanka topib o'zligi ulab olishgan. Shlanka bo'lsa ichkarida suv bo'ladi. Hozirgi holatda suv bo'lmaydi, sabab muzlagan. Ana aslatga suv. Hozir tiqsangiz bular tiqisha olmayapti ham, muzlab qolgan sababi. Shuning uchun bu mamlakat konstitutsiya tashab qo'yilgan. Shunaqa. Ko'rib turganingizdek, ichimlik suvi kabi qimmatli resurslardan foydalanishda mas'uliyatni unutmaslik lozim. Noqonuniy yo'llar faqat muammolarni ko'paytiradi. Qo'shtirnoq ichidagi qisqa muddatli yutuq uzoq muddatli muammolarga olib kelish muqarrar ekanligini har ikki holatga ko'rilgan choralar orqali ko'rishimiz mumkin. Ushbu tashkilotga nisbatan hozir ishlatgan suvni qayta hisob-kitob qildiramiz suv ta'minot korxona tomonidan. Zarar summasi bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan oshadigan bo'ladigan bo'lsa, Jinoiy kodeksi 169-moddasi tegishli bandlari bilan jinoiy ish qo'zg'atishga muhofaza qiluvchi tashkilotlarga taqdim qilinadi. Agar 100 baravardan oshmaydigan bo'lsa, zarar summasi hududiy inspeksiya xodimlari tomonidan ma'muriy jarimaga tortiladi. Noqonuniy ulanishning o'rniga qonuniy yo'lni tanlash qiyin emas deguvchilar ham topiladi. Shunchaki suv ta'minoti tashkilotiga ariza topshirish, zarur hujjatlarni taqdim etish va ulanish uchun texnik shartlarni olish kifoya. Keyin shartnoma tuzilib, qonuniy ravishda suvdan foydalanish mumkin bo'ladi. Buning ustiga qonuniy yo'l nafaqat fuqarolar uchun, balki tizimning barqaror ishlashi uchun ham muhim.